Ramazan, mübarek bir ay. Rahmet, bereketke bay. Ramazan, mübarek bir ay. Rahmet, bereketke bay. Qalbning poki sog'lom bo'lishi uchun Payg'ambar alayhisalom bizni bir qanchadan qalb kasalliklaridan qattiq ogohlantirgan bo'lib, ana shu qalb kasalliklarining ichida eng xatarligi riyodir. Riyoning lug'at ma'nosi insonlarga yaxshi qilganligini ko'rsatib, ularning ko'ngillaridan o'rin izlash degan bo'ladi. Riyoning shar'iy ma'nosi bo'lsa, ibodatni Allohning g'ayrini deb qilish, gunohni Allohning g'ayrini deb tark etish yoki amal ibodatni dunyolik maqsadga yetish uchun yoki nom obro'y tepish ko'yda qilish degan bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda bunday deydi: Shubhisizki munofiqlar Allah'ını aldamoqchi bo'lishidi. Allah ularning aldamchiligiga jazo berguchidir. Ular namozga turganda g'ururlik qilish kanalda turdi. Namozni insonlarga ko'rsatish uchun o'qiydi va Allohni bek az yod etadi. Shubhisizki riyoxo'rlik islom dinimiz cheklagan, harom qilgan ishlarning qatoridan bo'lib, u kishining amallarini bekor qilib o'tadi. Chunki riyo qilg'uchining qasdi Alloh taolaning roziligi bo'lmasdan kishilarning maqtishiga erishishdir. Riyoxo'r o'zi o'qigan namozidan yoki sadiqasidan yoki ibodat deb qaraladigan boshqa ishlaridan kishilarning xabardor bo'lishini va palonchi mundoq yaxshi ishlarni qilibdi deb o'zining ismining zikr qilinishini xohlaydi. Eng xatarlik bo'lg'ini riyo kirgan qalbda ixlos bo'lmaydi. Chunki riyo bilan ixlos bir qalbda jamlasholmaydi. İxlossiz ibodat qabul qilinmaydi. Chunki ibodatlarning qabul qilinishidagi eng asosli shart ixlosning bo'lishidir. Allohning nazarida ixlos bilan qilingan bir tangilik sadiqa ixlossiz riyo aralashgan 1000 tangidan afzaldir. İxlos butkul ibodatlarni xolis Alloh rizosi uchun qilish, riyo bo'lsa dal uning aksidir. Şunlaşqa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizlar uchun hammadan bek qo'rqadiganim kichik sherikdir dedi. U zotdan kichik sherikning nima ekanligi haqida so'raldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kichik sherik riyodir dedi. Bu xatarli kasaldan qutulishning birdan bir chorasi bo'lsa, qalbni Allohga bog'lash, ibodatlarida faqatla Allohning roziligini ko'zlash, namozni, ro'zni Allohning roziligi uchun ado qilish, sadiqa ihsonlarini Alloh uchun berish, amallar orqali Allohdan savob va mag'firat talab qilish. Her bir ibadetde riyodan ibaret bu günahның dünya ve ahiretdeki akıbetlerini eslash bilan bo'ladi. Alloh taolo barchamizni riyodan ibaret bu qalb kasalligidan saqlasin. Ulug' Ramazon oyida qilgan har bir ibadetimizni qabul qilsin. Kelgendir nusrat, musulmonlar aziz bo'lgan ash oxiri, hammasi rahmat, Rahmanimiz rozi bo'lgan